so'nggi programmani qilib berilgan. Endi sizlarga layfhak. Pechkani yoqayotganingizda обязательно mana shu narsaga ahamiyat berasizlar. Gradus maksimum 28 bo'ladi, maksimum. Ichkariga kirganingizda mana bu yerda ichkariga kiradigan funksiyasi bor so'nggilarda. Kirganingizda mana avto. Mana shu обязательно yoqib tursin. O'zi kontrol qiladi. Qattiq isitishi, oyoqni isitishimi, labovoy isitishimi, yuzga urishimi, o'zi kontrol qilib, gradusni minimalniy qilib расходinglarni tushirib beradi. Bu maksimal gradus 27 ga qo'yasizlar pechkani, maksimum 28, minimal gradus konditsionerni 20 ga qo'yasizlar. Minimal gradus. И обязательно mana shu pechkada yoqib tursin avto. Konditsionerga не обязательно. Bularni endi bilasizlar, oynani labovoy isitadigan, parlangan bo'lsa, parlanishni ketkazadigan, bo'lmasa bo'lsa, orqa labovoy bilan боковой istalgan. И zaslonka ham обязательно bilan ahamiyat beringlar. Agar mana shu ichkaridan olib qolsa, oyna terlanib ketadi. Mana shunga ahamiyat berasizlar. Qachon buni zaslonkani ichkariga qilish mumkin bunday qilib. Bu ichkariga qiladi qachonki havo quruq bo'lsa. O'shanda ko'proq tezroq isitib beradi mashina saloni ichida. Agar yomg'ir yog'ayotgan bo'lsa, zaslonkani обязательно tashqaridan qilib qo'yinglar. Bo'lmasa terlab ketadi. Layfhak. Bilib olaylik, o'rganib olaylik mana shu narsani. Eng kerakli narsalardan bittasi. Qish mavsumida